Avvalambor assalomu alaykum barchamizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Hammalaringizga kirib kelgan bugungi hayit bayramlaringizdan chin yurakdan tabriklaymiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xonadonlaringizga fayz va baraka tilab qolaman. Shuningdek, ertaga chiroyli yangiligim bor. Kalujskiy oblast Bilosova rayonida chiroyli konsert tashkillaganmiz. Xudo xolasa barcha muxlislarimizga kutib qolamiz. Muxlislarimizga Sherxon Xo'jamurodov nomidan chiroyli bitta iPhone Pro Max yangi chiqqani sizlar uchun bo'ladi. Anjumanji show bo'ladi. Kim ko'p anjumanji qilsa, mana shu telefonda sohibi bo'ladi. Inshaalloh zo'r bo'ladi degan umiddaman. Hamma muxlislarimizni kutib qolamiz. Kalugada yurgan mana shu Obninskiy, Bilosova, Balabanova, Narafaminskiy barcha bizni kuzatib borayotgan muxlislar hammalaringizni ertaga konsertga taklif qilamiz. Soat 8:00 da. Mana aytib qo'yayki, shu Obninskiyda bir brigadir akamiz bor, To'lqin akamiz aytayaptiki, agar Sherxon aka dedi, sizni muxlislaringiz kelsa Muzohir akam bilan dedi, men o'zim dedi yana dedi bir ikki podarka